Maşallah. Bismillahirrohmanirrohim. Hani tepadan butun boshli Londonni yuqoridan 60-etajdan ko'ramiz inshaalloh. Qaranglar. Buni haqiqiy ko'z bilan ko'rgan boshqada, baribir endi maksimalniy videoda yaxshiroq olishga harakat qilaman. Vafi. Londonni tepadan ko'rinishi baribir o'ziga qanaqadir zavq beradi, boshqa dunyo. Maşallah. Hammaga mashhur bo'lgan Londondagi Tower. Ana sizlar kameraga ko'radigan, orzu qiladigan joy. Ana bu binora yaqinroq qiling bundan. Yaqinroq. Bu Tower Bridge. London Bridge. Quruq aylanamizmi aka? Молодецlik. Bütün London tepadan. Xuddi kaftingizda turgandek. Hammaga ilinyapman lekin shu joylarga kelib, xuddi men turgan joylarda prosta pastga qarab tursangiz, oldi orqa miyalar, qisilib qolgan neyronlar, qatib qolgan qonlar miyada, tomirning ichidagi hammasi yurishni boshlaydi. Hech qanaqangi dori, hech qanaqangi bir giyohlar ham kerak emasda. Prosta amazing. Focus. Вообще dahshat, super. Quyosh yo'q, qanaqa intervyu, qayerda bir chiroyli intervyu qilsak bo'ladi. O charxpala ham bor ekan. Mana shu ham tiniq ekan omalik. İşler ham tiniq ekan. Yoki Istanbulga borsak Qaysi? hammasi bir xil chiqmas. U ham bo'laveradi. Bu yoqqa Faqat o'zini qo'yib yuboramiz. Faqat o'zini Ovozlarini chiroyli qilib montaj ham qilmayman, shunday qo'yib yuboraman. Keling bittasini olay. Mana aka. Aka yo'qdimi London? Вообще dahshat. Ana akalar aylanib yurgan joylari. Bütün London tepadan. Mana. Ana ichlariga kofe, o'tiradigan joylar.